Assalomu alaykum ustozjon. Kel qara. Xo'sh, nima qilursan? Shu anchadan beri obedga o'tmay qo'ydingiz. Yaxshi dam olyapsizmi deb bir hol so'ragan keldim ustozjon. Sen shunchaki kelmaysan-ku. To'g'risini ayt, nimaga kelding? Shu obedni tugatdik. Undan keyinchi? Siz desangiz, ana yaxshi ko'rgan aboy pichog'ingiz bor-ku, o'shani sindirib qo'ydik. Shuncha pichoq turganda, nimaga meni yaxshi ko'rgan pichog'imni ishlatasizlar? Parket kesayotgandik, sinib qoldi. Hey, parket kesishga lobziklar bor. Lobzik bilan kesish kerak-ku parketni. Lobzik kuyib qoluvdi-da. Hey, lobzik qanday kuyadi? Shumqadam. Temir kesgandan keyin kuyadi-da. Hey, temir kesishga qo'sha bolgarkalar otib qo'yibman. Butun bir boshli odam yiqilayotganda bolgarka izlab o'tiramizmi? Lobzik bilan kesib tashladik-da. Hey, kim yiqildi? Mana yaxshi ko'rgan shogirdingiz Sohib aka-da. To'ksa o'layman deb eshakka chiqqan ekan. Ikkita fazani bir-biriga ulab qo'yib, paq etdi. Ustoz dedi. Voy yuragim, ey. Pichog'im sindi. Lobzigam kuydi. Bolgarkalar kuydi. Shogirdingiz yiqildi. Yo'qol shumqadam.